Qaynona va kuyov hayotiy voqealar asosida hikoya qilinadi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va video ostiga like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bahorning ilk kunlari edi. Toshkent chekkasidagi kichkina mahallada 18 yoshli yigit Sardor har kuni bitta oyna ortidan o'tirgan ko'yi bir qizni kuzatib turar edi. Qizning ismi Rayhona. Ko'rgan ko'zni darrov o'ziga jalb qiladigan chiroyli, muloyim, nigohlari esa o'ta chiroyli edi. Ammo ko'zlarida nimadir bor edi. Charchoqmi, yolg'izlikmi bilib bo'lmasdi. Sardor uni sevib qoldi. Dastlab o'zicha yurdi, keyin yuragini unga tutqazdi. Yurak yutib gap ochdi. Rayhona esa hayron edi. Bu yigitga uni nimasi yo'qdi? O'zidan 2 yosh katta bo'lsa. Lekin hali hech narsa ko'rmagan bir yigitchada deb o'yladi. Ammo sevgi bahona so'ramaydi-ku dedi. Ular uchrasha boshlashdi. Rayhonaning onasi Dilrabo opa 37 yoshida. Salobatli, chiroyli ayol edi. Sobiq turmush o'rtog'i bilan ajrashganiga ko'p bo'lmagan, endi faqat qizi uchun yashayotgan edi. U mahalladagi eng obro'li odamlar ichida edi. Sudlarda prokuror deb tanilgan edi. Rayhonaning otasi boshqa shaharda yashayotgan edi. Endi u boshqa oilasi bilan birga edi. Shu sababli Rayhona onasining qanotida qoldi. Erkalanish, o'zini erkin his tutadigan erkak yo'q edi ularning uyida. Sardor va Rayhonaning munosabati jiddiy tus oldi. Rayhona homilador bo'lib qoldi. Dilrabo opa bu holatdan darg'azab bo'ldi. Ammo qizining ko'chadagi yuzini o'yladi. Ularning turmushiga rozi bo'ldi. Men rozi bo'lmasdim, lekin hozirgi zamonda qizim mahallada gap so'z bo'lishini istamayman. Shu sababli to'y bo'lishiga roziman dedi. To'y o'tkazildi. Sardor Rayhonaning uyida yashay boshladi, ichkiyov sifatida. Qaynonasi qarshilik ko'rsatmadi, chunki Rayhona yolg'iz bir dona qiz. Hech qachon uning so'zini ikki qilmagan edi. Oradan bir necha oy o'tdi. Rayhona ishga joylashdi. Xususiy kompaniyalardan birida buxgalter lavozimida ishladi. Sardor esa ishsiz qoldi. Dastlab ish qidirgandek bo'ldi. So'ng qiziqishini ham yo'qotdi. Har kuni uyda telefon titkilab turadigan, ichadigan bo'lib qoldi. Qaynonasi unga ish topib berdi, ammo u ishda 2 kun, 3 kun ishlar edi. Keyin esa ishni tashlab qaytib kelar edi. Qisqasi, uyda boqmanda, tashlandiq erkakka aylanib qoldi. Uning aroq ichishlari avjiga oldi. Birinchi urush ichkilikdan bo'ldi. Rayhona unga tanbeh berdi. Sardor ko'tara olmadi. O'zini nazoratini yo'qotdi va Rayhonani urdi. Qaynonasi bunga chiday olmadi. Bir kuni Rayhona ishda bo'lganida Sardor bilan gaplashib oldi. Men seni uyimda ko'rishni istamayman. Sen boqmanda, dangasa, ichuvchisan. Bu uydan chiq, yo'qol dedi. Agar qaytib kelsang, seni o'zim qamataman. Men prokurorman. Qizimni urganingni rasmga olib qo'yganman dedi. Sardor indamadi. Hech nima demasdan shunchaki hamma narsani yig'ishtirdi va eshikni ochib chiqib ketdi. Rayhonaga esa onasi boshqacha aytdi. Sardorning o'zi ketib qoldi. Men unga tushuntirdim, iltimos qildim. Qizingni o'yla, ayolingni o'yla dedim. Lekin u seni tanlamadi, seni o'ylamadi. Uning dilida boshqasi bor shekilli dedi. Rayhona ishonmadi, ammo keyin yana va yana o'yladi. Onasining gaplari mantiqan to'g'riga o'xshab tuyuldi, chunki Sardor qaytib kelmadi. Yuragini tosh qildi. Hayotini davom ettira boshladi. Sardor esa oradan 3 oy o'tgach, bir do'stining podvalida yashay boshladi. Ko'proq ichishga berildi. Shu sababli Sardor hayotini barbod qildi.